Salom hammaga. Men bugun TJMax magazinga keldim va nihoyat magazinga chiqishni boshladim. Qaranglar, men yoqda shunaqa katta Michael Kors sumkasi turibdi. Narxini qaranglar, $100. Qizlar, bu yoqda обязательно takslari bilan shunaqa prям $100 ga olmaysizlar. Hech qachon taksi bilan keyin yuborishlar, pochta, usluga narxlari bo'ladi обязательно. Mana buni qaranglar. Bundan sayzi kichkina-da, buni sayzi katta. Buniki lekin kichkinaroqda, to'rtburchak. Bu ham $100 ekan lekin. Narxlarini qaranglar, Michael Kors'kini. Mana. Oq sumочкasi, xosligiga aytaman. $80 ekan shu kichkina sumочка. Mana bularni qaranglar, mana bu sumkalarni $150. Mana bunaqa tsveti rosa chiroyli ekan tsvetlari. Mana bunaqa korичневый tsvetlari ham bor. Karl Lagerfeld brendiniki qaranglar, kichkina. Chiroyli ekan bu ham. Mana bunaqa tsvetlari ham bor ekan. Kate Spade brendi ham lekin qimmat qizlar, qimmat yuradi o'zi. O'sha mana shu ko'rsatgan sumkam ham $100. Bu yoqda brendовый sumkalarda. Mana bu yoqda ham qaranglar, $100 mana bu ham katta. Rosa hamma narsa sig'ib ketadi. Ayniqsa o'qiyotgan qizlar bo'lsa, notebook deysizlarmi, fayllar, kitoblar, daftarlar hammasiga удобный. Mana bunisini qaranglar, qanaqa chiroyli. Menga rosa yoquvdi mana shu o'tgan safar. Nimagadir turmayapti bu sumka, tagidan nimadir qilib qo'yishgan shekil. O'zini narxi qizlar $328. TJMax'da lekin $100. Mana bunisini ko'rsataman. Kate Spade'ga bu ham qaranglar, $100 qizlar, mana shu kichkinasi. Ralph Lauren'niki qaranglar. Korичневый tsveti. Opsi, ko'rinmayapti. $150 qizlar. O'zi bu brend qimmat hisoblanadi, bu ham. Qimmat narsalar juda ham, lekin videoda katta ko'rinyapti-da qizlar. Qaranglar. Michael Kors ham katta sumkasi $100 da, mana bu $150. Kichkinagina videoda ko'rinmayapti lekin. Lekin shunaqa chiroyli ekan, zo'r ekan bu ham. Hop, sizlarga mana bunisini ko'rsataman. $80 qizlarjonlar. Calvin Klein'niki mana bu o'rtacharoq narx bo'lishi kerak. $100 emas, mana bu $40 qizlarjonlar. Shunaqa narxlar bu yoqda. Bu brendовый отделida, как бы. Hozir endi men sizlarga mana bunisini ko'rsataman. Bu yoqda o'rtacha narxlar hisoblanadi. Steve Madden brendiniki. Mana qaranglar, $40. Mana bunisi, mana bu ham bu $35 qizlar. Mana bunaqa qaranglar, bunaqasi bilan. Tak, mana bunaqa qora tsveti ham bor ekan. $40 qizlarjonlar. Korичневый tsvetli, mana $30. Bu yoqda bu brendlar arzonroq hisoblanadi, o'rtacharoq narxlar. Hozir men sizlarga mana bunisini ko'rsataman. Qaranglar qanaqa. Rosa shunaqa sumочкаlar ham moda bo'ldi. $30 qizlarjonlar. Mana bunisi ham $30. Bundan ham katta, kстати, qaranglar, bundan ham katta и sal teparoq. Bu ham anaqasi bunday kichkinaroq ekanda. Rozovisi ham bor ekan, qaranglar. Steve Maddenning mana bunaqasi ham bor ekan. Tak, narxini $40. Yana qaytarib o'taman. Именно $40 bo'lsa, magazindan $40 rovnaga olib chiqib ketilmaydi. Bu yoqda takslar ham bor. Amerikada taks degan narsa hamma joyda bor. $25 qizlar, qaranglar. Необычный, lekin rangi ko'pchilik bunaqa rang olmaydi lekin. Повседневкаga debdi. O'zi ko'pchilik ayollar nimagadir shu oq, qora ko'proq olishadi yoki korичневыйlar hamma kiyimiga mos qilibdi. Mana buni qaranglar, $30. Bu ham Steve Madden'niki mana. Mana bu ham to'la sumочкаlar qizlar, qaranglar. Bu yoqda qora tsvetli sumkalar, bu yoqda rangli har xil. Hozir men sizlarga naryoqga borib ko'rsataman, qanaqa sumkalar borligini. Mana bitta ham bor-da. Qaranglar qanaqa sumkalar ko'p bu yoqda. Mana Calvin Klein'niki mana. Karl Lagerfeld'niki. Mana qaranglar. Tak, narxi $50 qizlarjonlar. Mana bunisini qaranglar. Bu Aldo brendiniki.
eshitganlar bo'lsa kerak. Mollarda rosa magazinlari mana shu qo'ygandim ham magazinlarni agar adashmayotgan bo'lsam. Bu $40 qaranglar. Qizlarga. Kichkina yoshroq qizlarga aytmoqchiman. Kate Spade'niki qizlarjonlar qaranglar mana bunisini. Qizlar Michael Kors kiygan $72 ga sale'ga qo'yib qo'yishibdi. O'zini narxi $90 bo'lgan ekan. Tijmax narxida bu. Tak, mana bunisini ko'rsataman. Tak, $40 qizlar mana bu sumочка. Mana qizil sumkani qaranglar, Gas brendiniki. Tak, men sizlarga hozir narxini aytib ketaman. Bu ham $40 qizlarjonlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Rosa shunaqa sumkalar moda bo'ldi lekin. Mana bunaqa dizayndagilar ham rosa moda bo'ldi lekin. Lekin bu yili ko'proq korичневый svetlarda ko'p narsa moda bo'ldi. Korичневый juda bir brendовый rang hisoblandi bu yil. Mana bu yerda zakolkalar, qizlar qaranglar. Sochga zakolkalar har xil. Tak, hozir men sizlarga kattaroq sumkalarni ko'rsataman. Hozir kolyaska bir yoq qo'limda, o'shanga men bir yoq qo'limda itarib sizlarga video olishga harakat qilyapman. Tak, bu Anne Klein'niki ekan. Bu ham brendовый sumka. Hozir men sizlarga buni ko'proq yosh kattalar ko'proq mo'ljallangan shekilli, chunki ko'p ko'raman, yosh kattalar ko'proq tutadi. $35 qizlar. Katta ekan, qaranglar. Ichiga hamma narsalar sig'adi. Bunaqa korичневый sumkalar. Bugun sizlarga sumkalarni ko'rsataman deb keldim. Qaranglar. $35. Bu yerda hatto juda qimmat sumkalar emas demoqchiman. O'rtacha narxlarga ham topsa bo'ladi. Men bu tsvetam qaranglar. Gaski ekan, $40 qizlar. Chiroyli ekan bu ham. Breloklari bilan. Karl Lagerfeld qaranglar, $50 ekan. Mana bunisi вообще $160 ekan. Qaysi brend lekin bilmayman. Oti yozilganmi? Yo'q, Ralph Lauren'niki ekan. O'shanga qimmat ekan. Qani ko'ramiz, olsa bo'larmikimda? Rosa katta ekan lekin qaranglar. Biram hamma narsalar sig'adi. Bolalaringlarni pampersigacha, suvlarigacha sig'adi. Yosh onalar tutadigan bo'lsa, Kate Spade'niki qora. Mana buni qaranglar. $80 ekan mana shu ham. Ranglari ajoyib. Tak, buni narxini ko'ramiz hozir. $70 qizlar. Qaranglar. Anne Klein'niki mana yosh katta onalarga olamiz desanglar, shunaqa $30 ekan. Qizlar, yana eslatib o'taman, usluga narxi, tax обязательно, yuvorishlar, pochta hammasi hisobga olinadi. Bu narxni ko'rib, именно shu narxga olamiz deb tushunmanglar deb sizlarga yana bir marta aytib ketaman. Mana bunaqa qaranglar, qora dumaloq rangdagi sumkalar ham rosa moda bo'ldi. Qaranglar, $16 skidkada qizlarjonlar. Zo'ra podarkaga. Mana buni qaranglar. Tak, $40 qizlarjonlar. Mana shu ham katta lekin. Anu katta emas, uni medium katta-da, anu Michael Korslardek emas ekan lekin. Kattaligini aytmoqchiman. Mana bunisini qaranglar.
Hozir biza mana bunaqa kuxnyaga kerak bo'ladigan, shu gazlarga, даже mashinalarga kerak bo'ladigan narsalar haqida ko'rsatmoqchiman. Mana shu joyga atidan keldim sizlarga. Qaranglar, даже bo'yi past odamlar uchun mana bunaqa narsa chiqazishganda. Mana qaranglar, nima ekan bu deb keyin o'qib qoldim. Mana bu yerda yozib qo'yganda. Qaranglar, bo'yi pastlarga mana shu narsani olib, sotib olib, krujkalar yoki nimadir bo'yi yetmagan joyga mashina ishlatsa bo'lar ekanda. Zo'r narsa o'ylab topishibdi. $10 qizlar. Hamma narsa chiqib ketganda, pul bo'lsa bo'ldi, qaranglar. Pul bo'lsa bo'ldi-da. Mana buni qaranglar, tozalaydigan. Sherstlarga mana narsalar yopishib qoladi-ku, o'shanda mana shunaqa narsa tozalaydigan narsalar ekan. Mana bu kir mashina uchun qaranglar. Mana bular ikkala koptovchalar har xil. Hozir bitta narsa ko'rsatmoqchi edim, hozir cho'ta chiqmayapti. Chiqsa ko'rsataman. Ayollar uchun eng kerakli bo'ladigan narsalar. Mana bu gubka shunaqa yoqadi. Skrab mami qizlar, mana bu ko'rgan bo'lsanglar kerak. O'zim ham ishlataman, sizlarga ham aytib ketmoqchiman. Rosa qattiqda, zo'rda. Qaranglar, hamma shdagi ko'rsatgan hamma narsalarni yusanglar bo'ladi-da. $3.49 bitta donasi. Xullas, bu yerda mana bunga qo'yib turing. Yo'q narsani o'zi yo'q, pul bo'lsa bo'ldi borib. Mana bu sredstvalarga ham gap yo'q qizlar. O'zim ishlataman. Menga mana bu brend bor-ku, shunaqa yoqadi. Mog'orga mana bunisi, masalan, mog'orga mashina ishlataman, bittada ketkazadi-da. Amerikada yashayotganlar meni ko'rayotgan bo'lsanglar, mashina даже bolalar devorga chizib tashlaydi-ku, shunaqa. Imенно mana shu brendnikini olsanglar ham rosa zo'r ketkazadi. Oyoq kiyim yuvmoqchi bo'lsanglar, mana bunaqa qaranglar, отдельно mana bunaqa setochkalar chiqarganda, ichida ikkita bo'ladi. Oyoq kiyimni solib qo'ysanglar, kiyiminglarga tegib ketmaydi-da. Xullas shunaqa mana o'ylab topishgan mana odamlar. Aytaman, pul bo'lsa bo'ldi. Hozir agar narsani topsam zo'r bo'lardi, sizlarga bitta ko'rsatardim. Chiqmayapti lekin. Bu yerda hattoki stullar ham sotishadi. Stul, tualetga, vannaga kerak bo'ladigan har xil organizerlar. Masalan, mana bu stulchik qaranglar, $100 qizlar. Naryoda har xil organizerlarda shunaqa yaxshi ko'raman, shularni ham. Oddiy pufik mana qizlar, $70 mana shu seri pufiklar. Mana buni qaranglar. Tak. 160 bo'lgan, hozir $120. Mana katta mana. Seri ekan. Kir soladigan idishlar har xil. Men bilan qaranglar. Har xil organizerlar. Naryoda mana svetильникlar. Kartinkalar naryoda. Hozir men sizlarga kuxnyaga kerak bo'ladigan narsalarni ko'rsatib ketmoqchiman. Qaranglar. Eng glavnisi bitta narsani bo'lishmoqchiman. Ishda ishlaydiganlar uchun men birasa zo'r narsa qaranglar. Ovqatlar, nimadirlar solib uydan olib ketadigan xodimlarga juda ham udobni qaranglar. 16 soat sovuq ushlaydi, 10 soat issiq ushab beradi. Kosalarda, bankalarda olib yurgandan ko'ra mana bu ushab beradi issiq qilib. Isitishinglar ham shart bo'lmaydi demoqchiman. Tak, narxi $15. Qaranglar, har xil tsvetlardan bor, mana bunaqa kichkinarog'idan ham bor. Tak, mana bu qo'shilkalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ichida 20 ta bo'ladi, set. $20 ekan bunisi. Mana bunisini qaranglar. 12 ta bo'lar ekanda ichida. Bu $10 qizlar. Faqat qoshuv bu, set emas lekin. Qoshuvni o'zi ekan. Hozir men sizlarga mana buni bo'lishib ketmoqchiman. Rossa vaqtimni bolalar bilan ekonom qilib beradigan cho'pdir qizlar. Ichida qaranglar qancha nasatkasi bor. Tak, $13 qizlar. Shunaqa vaqtimni tejaydi. Mana bitta ko'rsatib qo'ygan qancha vegetable, ya'ni o'sha sabzavotlar bormi, kartoshka, piyoz hammasini zo'r qilib, mana bunaqa to'rt burchak, ham chiroyli to'rt burchak qilib chiqarib beradi. Lekin men yuvishga erinmayman, chunki vaqtimni ekonom qilaman. Uni o'rniga yoniga yana nimadir pishirib yuboraman-da. Tez qilib tashlayman-da bunda.
Sizlarga ham olishinglarni tavsiya qilaman. Bitta olasizlar, anchaga yetadi. Mana qaranglar, rasmida ham ko'rsatib qo'ygan. Men chunki oshxonaga kirganda bitta narsa qilmayman, bir nechta narsa pishirishga harakat qilganim uchun mana shunaqa narsalar meni vaqtimni ekonom qilib beradi. Mana bitta qaranglar, zalatistim pripravlarga idishli ekan. 16 ta set, ichida 16 ta bo'lar ekan qizlarjonlar. Lekin narxini ko'ra olmadim, chunki og'ir ekan. Kuxnyani narsalari har doim yoqqan ayollarga, to'g'rimi qizlar, nima dedinglar? Kofe mashinalar mana. Mana bu yerda ham kuxnyaga kerak bo'ladigan har xil narsalar. Mana buni qaranglar, chiroyli ekan, zo'r ekan. Tak. Narxini aytaman sizlarga, $13 qizlarjonlar, ikkitalisi. $13. Har xillaridan bor, qaranglar. Qaranglar, piyozlarni kip qiladigan, asraydigan deydimi? O'zbekchada shunaqa piyozlarni solib qo'ysanglar bo'ladi, ichiga har xil. Shunaqa narsalargacha chiqib ketgan. Klubnika в shokolaде qilaman desanglar, uni qoliplari ham bor mana. Har xil mana bu bagslarni ko'rsataman. Qaranglar. Mana ichiga har xil sendvichlarni solib bolalarga berib yuborishga. Zo'r narsalar, qaranglar, yuvib ishlataverasizlar. Mnogorazовый bu. $4 qizlar. Mana buni qaranglar. Onion piyozni asrab beradigan как бы idishda $3 qizlar. Bunaqa zalatistik, mana bu yog'i taxtadan. Ajoyib qizlar lekin. Rozvoy tsvetlar ham bor, qaranglar, hamma narsa bor. Aytolmani, pul bo'lsa bo'ldi. Bu yerda qaranglar, clearance deb yozib qo'ygan. Ya'ni nima, o'sha odamlar tep tashagan yoki o'zi sale'ga qo'yilgan narsalarni narxini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qaranglar, Dubai chokoladini, Dubai chokolad ekan. Mana narxi $10 qizlar. O'zi Dubai chokolad hamma joyda qimmat. Sale'da ham qaranglar qimmat turibdi. Sorry. Mana bu ham fruitli ekan, ichida $3 qaranglar. Pumpkin seeds. O'zbekchada esimdan chiqib qoldi. $4.50 qizlar. Qova urug'i deydimi, shunaqa. Tak, cashew mana. Tak, narxi $5.50 qizlarjonlar. Upsi, tushirib yuboray dedim. Krushkalar qizlar. Tak, krushka $4.50. Bu hammasi sale'da qizlar. Olmani chipsi qizlar. Tak, narxi $6 ekan. Yeb ko'rganmisizlar shunaqa quritilgan olmaniki ekan. Mana bu mangoniki ekan. Glutensiz $4.50 qizlar. Xullas, bu yerda shunaqa sale'dagi narsalar. Mana bunisini ko'rsataman. Mana bu nima ekan? Xos ko'ring, crunchy coconut and chocolate drops cookie. Bu prosta cookie ekan qizlar. Pechenka demoqchiman, cookie deb. Salted. Bu ham qanaqadir nima deydi, foydali, lekin bilaman shuni, chunki bundan rosa ko'p olamiz ham. Imini mana shu brenddan $4.50 sale'da qizlar. Cashewlar $4.50 qizlar jonlar.